أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 50. سورة قاف Mekke'de nazil boğan 45 ayet. Nahayet şefkatlik, mehriban Allah'ın isim bilen başlayman. Qaf, şereflik Kur'an bilen qasam qilaman. Belki ular, yani müşrikler öz içinden ularga bir agahlandırgıç kelganligidan ajablandi. Kafirlar aytdi: bu qiziq ishdir. Biz o'lib to'pi bo'lib ketgandan keyin tirilib ilgirki holatimizga qaytamdiq. Bunda qaytish aqldan yiroqdir. Ularni ziminning kemaytganidan biz haqiqatan xabardormiz. Bizning dargohimizda hammani o'z ichiga olgan kitob, ya'ni Lavhul Mahfuz bor. Balki ular bo'lsa o'zlariga nozil qilingan haqiqatni, Qur'onni inkor qildi. Ular qalaymuqon holatdadir. Ular osmonni qandoq to'riksiz barpo qilganligimizga, uni yulduzlar bilan bezganligimizga, uningda hech qanday yo'chiq yo'qligiga qaramamdi. Ziminni to'g'risiga va uzunsiga so'zib keng yaratdik. Ziminda uning tavrab ketmasligi uchun tog'larni qildik va uningda turli chiroyli o'simliklarni o'stirdik. Allohga qaytquchi har bir bandiga Allohning qudratini ko'rsatish uchun va Allohning ulug'ligini eslatish uchun shunday qildik. Bulutdan bereketli sunu tushirdik. Onun bilan bog'larni va oshliqlarni, egiz o'sgan, meyveleri sanjaq-sanjaq bo'lib ketgan xurmolarni o'stirdik. Ularning hammasini bandalarning rizqi uchun o'stirdik. Bu suv bilan o'lik, ya'ni qog'oz ziminni tirildirdik. O'liklarning tirilishi shuningga o'xshashdir. Ulardan ilgari payg'ambarlarni inkor qilganlar Nuhning qavmi Ras aholisi, Samud qavmi, Ad qavmi, Fir'avn, Lotning qarindoshlari, Ayk aholisi, Tubbi qavmi edi. Ularning hammasi payg'ambarlarni inkor qildi. Shuning bilan mening azobim ularga tegishli bo'ldi. İnsanlarni dastlabda yaratishdan ojiz keldikmi? Hargiz undaq emas. Biz buningda ojizlik qilmag'achqa o'lgandan keyin tirildirishga ojizlik qilmaymiz. Ular yangidan yaratilishga, ya'ni qiyomatda tirildirishga qarta gumondadir. Biz haqiqatan insonni yaratdik. Biz uning ko'ngliga kelganini bilamiz. Biz uning jon tomiridan yiqinmiz. İnsanning o'ng tarafida va so'l tarafida o'ltirib xotirlaydigan ikki farishta bor. O qandaq bir so'zni qilsin, uning oldida hamon farishta hozir bo'lib, ko'zitib turadi. O'limning sakrati haqiqatni ep keldi. Sen uningdan, ya'ni o'limdan qochatding. So'rchilanadi. Ana shu kuffarlarga azob va'da qilingan kundir. Har inson mahshargohga keladi. Onun bilan uni mahshargohga haydaguvchi va uning amaliga guvoh bo'lguvchi ikki farishta birga keladi. Uningga: "Ey inson, dunyodagi cheg'ingda bu og'ir kundan g'aflatda eding. Endi pardangni sendan ko'tarib, bugun ko'zing o'tkirdir" deyildi. Uningga muakkal farishta: "Mana bu nomi amal oldimda tayyordir" deydi. Alloh taolo ikki farishtaga xitob qilib, haqqa qarshi yaxshilikdan to'squvchi, haddidan oshquvchi, dinga shak keltirguvchi, Allohga boshqa ma'budni sherik qilguvchi har bir kofirni do'zaxga tashlanglar, uni qattiq azobga tashlanglar deydi. Uning hamrohi bo'lgan shayton: "Parvardigorimiz, men uni ozdirmadim, lekin u o'zi ixtiyor bilan cho'nqur gumrohlikda bo'ldi" deydi. Alloh mening oldimni munozirlashmanglar. Bu yerda munozir foyda bermaydi. Sizlarni men oldin ola azobimdan ogohlantirgan edim. Mening so'zim o'zgarmaydi. Men bandalarga zulm qiluvchi emasman deydi. O kunda biz jahannamga to'shdingmi deymiz. Jahannam yana bormi deydi. Jannat taqvodorlarga yiroq bo'lmagan joyga yaqinlashtiriladi. Mana bu ne'matdan sizlarga va'da qilingan narsalar Allohning toatiga qaytquchi, amrni saqlovchi har bir banda uchundir. Kimki mehribon Allohni ko'may turib, uningdan qo'rqsa va tavba qiluvchi qalb bilan kelsa, ularga jannatda amonlik bilan kiringlar. Bu mangu qilish kunidir deyiladi. Jannatda ularga qolgan narsalar bor va bizning huzurimizda ularga ziyoda ne'matlar bor. Biz ulardan, ya'ni Quraysh kuffarlaridan ilgari ularga qaraganda kuchli bo'lgan nurg'un ummatlarni halok qildik. Ular, ya'ni shu ummatlar har qaysi joylarni kezdi, ularga o'limdan qochadigan joy tepildimi? Buningda haqiqat ustida fikr yurgizadigan qalbga ega odam yoki vaz nasiyatga huzur qalb bilan quloq soladigan odam uchun albatta vaz nasiyat bor. Biz haqiqatan osmonlarni
zaminni va ularning orasidagi narsalarni 6 kunda yaratdik. Biz hech qanday charchab qolganimiz yo'q. Ey Muhammad, kofirlarning so'zlariga sabr qilgin. Kun chiqishdan ilgari va kun petishdan ilgari Parvardigoringga tasbih aytqin, hamda aytqin. Kechida va sajdadan keyin tasbih aytqin. Nido qilguvchi, ya'ni Isrofil yaqin joydan nido qiladigan, ya'ni uning ovozi hammaga o'xshash yetadigan kunda nidoga quloq solgin. Ular haqni ilib keladigan ovozni, ya'ni ikkinchi qitimliq so'rni anglagan kun, ana shu kun qabrlardan chiqish kunidir. Biz haqiqatan kishilarni vafot qildiramiz va tirildiramiz. Oxir boradigan joy bizning dargohimizdir. O kunda yer yerilib, ular qabrlardan tez chiqib keladi. Ana shu yig'ish bizga osondir. Biz ularning, ya'ni Quraysh kuffarlarining aytgan so'zlarini obdan bilamiz. Sen ularni islomga zo'rlig'uchi emassan. Mening ogohlantirishimdan qo'rqadiganlarga Qur'on bilan vaz nasihat qilgin.